bugun chiroyli go'zal yurt, ajoyib go'sha Buxoro shahrimizda chiroyli bir 4 gektardan iborat ekobog' bugun mana xalqni xizmatida. Shu jumladan Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyining aql jamoasi tomonidan tayyorlangan mana o'zimizning litseydagi eko burchakka mana sizlarni diqqatlaringizni chaqirmoqchiman. Demak, Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyi 2025-yilda respublikada siz ekologiyaga oid qonunlarni bilasizmi degan ko'rik tanlovida respublika bosqichida birinchi o'rinni olgan. Bundan tashqari o'zining mana tibbiyot litseyi bo'lgani uchun viloyatdagi, respublikadagi barcha tadbirlarda eng yuqori birinchi, ikkinchi o'rinlarni olib kelayotgan litseydir. Bu ekobog' nima maqsadda qurildi? Nima uchun xalqni xizmatida? Chunki asosan xalqimizni sog'lom turmush tarzi uchun, eng toza havo, musaffo toza kislorod uchun hamda oilaviy sayohat qilish uchun, sog'ligimizni asrash uchun ham men o'ylayman bu ekobog' albatta xizmat qiladi va bundan tashqari ayniqsa endi o'qituvchi bo'lganim uchun, shahar kengashi deputati bo'lganim uchun men aminmanki yoshlarimizdagi ekologik ong, ekologik madaniyat, ekologik ta'lim, ularni tabiatni asrashga, avaylashga albatta bu xizmat qilishiga ishonchim komil. Men ko'rmagan kunni ko'rsin deydi bu el. Bolam mendan baxtli bo'lsin deydi bu el. Men ko'rmagan kunni ko'rsin deydi bu el. Kuysa faqat bolam deya kuydi bu